vahimalik asar Qora Mushuk. Asar avtori İftixar munbaridan Farhodjon Tursun Sirliq. Şigirmi 7. qism. Kaynimdagi zodin nima narsidir? Bugun kechidan sog'-salomat chiqib olsam bo'ladi-ku. Men kaynimga qarab beqish uchun avval mushuk qardim. Lekin o ko'zini to'xtamay birdan menga, birdan kaynimdagi narsaga yugurtib, yuragimni ansi so'qtirib qo'ymoqda edi. Mushuk seni qo'rqma, seni tumor qo'g'daydi deydi. Men seni sirtqa chiqma deb eskartgan. Lekin sen bu tilamchining ovozi edi. Uning kaynimdan TV chiqarmay kirib qolishi. Bu qanday mumkin bo'lsin? Men kaynimga o'rilib, shu daqiqaning ichida yuragim bir to'xtab, qayta so'qqandek bo'ldim. Uning ko'zi rosti ichkirisiga kirib ketgan bo'lib, ko'zining o'rni qop-qorong'u edi. Mening uningga qarashim bilan ko'zi asta sirtqa chiqib, ko'zidan yorug'likni sezdim. U mushukka yaqin kelishiga, mushuk kayniga yana bir qancha qadam yang'ibdi. Bizning ko'p vaqtimiz qolmabdi. Alvosla qabr ichida qalamqonchilik chiqarib o'tgandek qiladi. Agar oy to'lg'icha biz kirib olmasak, ular teshig'i chiqib olsalar, vaziyat bizga foydasiz. Men uning gapini bir tushunib, bir tushunmay. Nima shuna deysa? Men faqat tushunmadim. Ularni sirtqa chiqdi demsa, men oldimga o'tib bo'lgan tilamchidan so'radim. Shundoq, ular bu dunyoga chiqdi. Ular yamrab ketsa, ularni qayta qabriga banat qilish insonning qo'lidan kelmaydi. Mushukning puti yorilibdi. Shundan qaraganda ular shoh o'rtasiga yiqilib qolgan gap. Bo'lmasa, u hargizmi seni izlab kelmagan bo'ladi. Men tilamchining so'zini anglab mushukka qaradim. Mushukmi men uzoq tikilib qarayotgandan keyin kayniga o'rilib mangdi. Men o'rnimdan turib, uning kaynidan mengishga tamshilishimga tilamchi mo'ramni kapirib tutib, menga 5-ni chayqadi. Uni tutuvama. O podshoning sodiq quli edi. Lekin podsho xoylik qilib qo'yg'ashqa, hozir jeni bilan podshoning qabrisini qo'g'dayotdi. Men boyam hammani anladim. Mening kimligimni sana hozir desam bo'lmaydi. Lekin men seni qo'g'dayman. Sana yana bir ishni esing tushib qo'yay. Alvosla dadangni yavitishdan burun sen uni qutqizib chiqmasan bo'lmaydi. Men sening hissiyotdan aniq tushunaman. To'g'ri, dadam uchun uning bu gapini anglab, xuddi menda dadamning ro'yi paydo bo'lgandek bir xil kuch-quvvat paydo bo'ldi. U shundoq deb o'yliga kirib ketdi. Men mushukning qarshi yutkicha uningga qarab turayotgandan keyin menmi qaytib kirdim. Badanimdagi qo'rqinch iskanchisi yo'qab, menda haqiqiy erkaklarga xos kuch-quvvat urg'ish boshladi. Men beshimni yutqanga qo'yib, vaqtida uxlab, mushu necha kun ichida qattiq mashq qilib, qabrga kirish uchun belimni mahkam bog'lashga iroda qilib, ko'zimni yumdim. Birining yerimda mengib yurganini sezib, ko'zimni ulab, shushman qiyofatda beshimni tevish chiqqan tarafga qaratdim. Turay yigit, endi uyqun ochmasan bo'lmaydi. Kallamda tilamchi menga qarab turibdi. Uning yigit degan gapini anglab, xeli ruhlanib qoldim. O'rnimdan turib, yotqanni qatlab etgandan keyin o'yliga chiqdim. O'yilda Majun bir nimalarni qilib, u yoqdan bu yoqqa qatirib yuratdi. Majun menga bir qarab, bir qizdirib biroq. Hey kichik, akşam xafa bo'lmagansa, ha? Masjidlikda jiq so'zlab qo'ygan o'xshaymi? Ishingga yevonma. Og'zimda degan bilan akani keyin tushunib qolsa. Haras, sen tuxum pishirib qo'ygan. Men ishdan biri yavag'in. Shu bahanda bizmi qo'sqimizni to'qlab olaylik. Uning bir kulib, bir qizdirib degan gaplarga kulib ketib qoldi. Yo'q, men xafa bo'lmadim. Shu azra achchig'im keldi. Sizlar bo'lmasanlar, dadam yo'q, men nada yuratdim. Şuna men ikkinlar rahmat aytsam bo'ldi. Men kulimsirab turib, tilamchi bilan Majun qardim. Ular ikkilisi gapimni anglab kulib ketdi. Ondan Majunning ichiga kirib ketib, tuxumni bir qancha qachilab, o'yinni o'tirib qo'ydi. Ondan kechirsizlar, akşam jiq ichib olib, o'yinning bir qanchaligiga qusib ketibmi? Purab ketibdi. Shunga mushardilar bir taraf qilib ketaylik. deb avval o'zi birini elib suyib yeyish boshladi. Tilamchi bilan ikkimiz kulib ketib, bizning qizliq tuxum yeyishni boshlatdik. Tuxumni tugab, hammamiz beka bo'lgandan keyin tilamchi Majun qarab, "Sen bu kichkina qandoq tarbiyalamoqchi bo'lyapsan?" deb Majun qardi. Majun, o'ylanib qo'ydim. Avval uni oldimizga o'stanga opiraylik. Nima? O'stanga? Sen uni yuyindiramsan yoki so'zishni kutamsan? deb Majun qardi. Shu chog'da bilasa, hozir ortiqchilar aralashmag'ana. Men degan hozir ustoz. Shu o'ningda ansirma. Ish qilib, oy to'lg'ich uni qabriga kirgidek qilib bo'lma. Majun shundoq deb o'rindan turib sirtmangdi. Tilamchimi Majun qarab qo'yib,
kichik bir iskilat uyga kirib, nimalarni qilyotdi ekan, taraqsh deb bir ishlar bilan mashg'ul bo'lib ketdi. Men o'yinning sirtiga chiqib, oldimizdagi cheksiz ketgan etizga qarab, sapovatni nafas olgach, qo'llarimni kerib, o'zimga kuch yig'atdim. Bir vaqtlarda yiroqdan bir eski traktorning kelayotgan ovoz anglandi. Ayol bo'lmayla, bu eski traktor. Yo'q, bir qo'l traktor. Bu o'y tarafga qiyib keldi. Shokichik, chiqa, sen so'zishni o'kitib qo'yay. U shundoq deb qo'l traktorning orqasidagi kichik bir o'rinni ko'rsatdi. Menmi orqaga chiqib o'tirdim. Uzoq ma'mayla bir o'rmonlik ko'rindi. Bu modul shu o'rmonlik tarafga traktorni haydab kelib, o'ng'il-do'ng'il silkilib menyotdi. O'rmonlikning xali ichkariga kirgandan keyin oldimizda bir kichik o'stan ko'rindi. Majung qo'l traktorni o'stanning qara to'xtatib, meni tushishga ko'zni sharatildi. Men sal ikkilinibroq o'stanga qarag'ach pastga tushdim. Shokichik, seni mush yerda rosa bir suv cho'mdiray. Kiyimlaring sevib tushgan. Yili qurtolmay qolma. Men o'stan tusidan maynatga qarab, bundoq suv biz bayam kelgan yo'l bo'yidan borgan-ku. Nimishqa bu maynat paskilib suv ichaman. Men shundoq deb onun qardim. Tushmasang bo'lmaydi. Ensirma, suv maynat bo'lgani bilan ichida sinchaq vaqtda hech nima yo'q. Uning ustiga senda qo'rqmaydigan yurak bo'lish kerak. Qabr ichidigan qorong'i keldi. Xuddi mushsuning rangidek. Shunga senda bir azimatning yuragi bo'lmasa, qabr ichidagi qorong'ilikda qandoq yuralaysan? Majunning dengi bu xato emas edi. Shunga men sal oldiroq menib, suvni kuzatib boqmoqchi bo'ldim. Uning rangining qoraligi ham kelayotgan ses puruqidan burnimni itib ozroq kenib yenishim qila. Kenimdan bir qo'lning ishtishi bilan o'stanga surilib qarab kelib qoldim. So'ning qarab kelibla o'zimni kontrol qilishimga putimni choplashqanlay g'irqilib putim bilan teyildim. Shuning bilan meni suvga paqindirib tushib ketdim. Nechchumib chiqib, beshimni suvdan chiqarib, achchig'imdan majonni tillab ketdim. Sen ishtirmisan, o'zim tushotdim-ku. Nima deb ishtirsa? Majun xiyoli yo'q. Undoq bo'lsa chiqib qaytib tushgan. Ishtamay. Men uningga sat qarab qo'yib, yuz-ko'zimdagi mehnatlarni aytib o'tgandan keyin, men dastlab qaytib chiqdim. Qaytib chiqqandan keyin kiyimlarimni silib o'tgandan keyin majun qarsam, u meni tushmamsa deb turibdi. Men yana ikkilanib, bu mehnat suvga tushkim yo'q qiyofatda uning qardim. U bo'lsa yana sharatildi. Men qoyil bo'lmay, beshimni langishdim. Uning kuchab ishtishi bilan necha cho'ylab yana tushib ketdim. Ochig'imda men bo'sh kelmay, o'stanni ovqatga o'tib turib oldim. Qanday qilalaysa degan qiyofatda uning qardim. Kichik, bu mening taklifim emas. Yo'qolib ketgan dadangning taklifi. Gapim tushensang, gerçi dadangni ko'rib boqmasammi, u menga deb berdi. Uning u degini tilamchini bildiratdi. Men asla o'ylashga boshladim. Dadam uchun chidamasam bo'lmaydiganligini tushunib yetdim-da, o'zim tushdim. Necha qitim tushib chiqib, bu qora maynat sug'imga ko'nib ketdim. Texi ixtiyorsiz qo'llarimni kerib, o'zim bu qo'ydim. Majum o'stan qarda o'ltirib, tamak chekib, men qarab turibdi. Tuyuqsiz u g'oyib bo'ldi. Lekin men diqqat nazarimni uning markazlashtirib bo'lguncha, u paydo bo'lib, menga qarab bir narsalarni otdi. Başta menga cho'qchoqlab otga o'xshaydi deb qo'limda tutish qo'rnibdiman. Kappa tutib, o'zimning mayirligiga qarab zo'qilib ketdim. Qo'limda bir narsa tez-tez midrab turibdi. Itga qaradim. Cho'chqon! Men qo'limdagi bu mushukning bolasidan keladigan cho'chqonni suvga palab tashlab o'tib, chaqqan o'zib o'zidan qarab chiqib bo'lgandan keyin bayon cho'chqon tashlab o'tgan yerga qaradim. Ondan majun qarab, "Sen ensirma, u degan suv cho'chqini sen ziya yetkazmaydi. Faqat seni yurkini sinab boqay dedi. Endi tushaqane yurkin bo'lsa?" Uning yurkin bo'lsa degan gapi g'ururimga tekkachga, menmi uninga mansitmaslik nazar bilan qarab qo'yib, yana tushdim. Lekin qachonmi tushli oladigan xiyol qallamda agib yurgachga pat-pat atrofimga qarab qo'ydim. Xeyli vaqtdan keyin yuragimmi joyiga tushdi. Ondan men o'zimga qaytib, yana bu sesiq o'stanning ichida u yoqdan bu yoqqa menib yurdim. Qoy yerlari menga bo'y bermagachga cho'kib, sesiq suvlar og'zimga kiribin bo'ldi. Chiqa kichik, sen xo'shaqan bilan ma'qulsaq xo'shaqmay inson ko'targildi. Endi qaytib ketayli. Haras, bundan keyin bunday suvni ko'rsang qo'rqmasa? Men bu başta qo'rqib ketgan bilan keyin kunib ketgach, yo'q deb javob berdim. Ondan yenib chiqdim. Rost gap qilsam, yuragim haqiqatan yo'g'inib qolganmi edi. Tenimdagi sessizchilikdan o'zimni seskinib ketdim. Kiyimlarimga qarab tursam, majun qo'l traktorini yondirib, men qardi. İttik keyniga chiqib, uning uyiga qaytib keldik. Ishining oldida tilamchi ishtimizga qarab turibdi. Traktorning sat ovoz chiqarib to'xtashi bilan men keyndan ikki sakrab yerga tushdim.
Eshikning oldida tilamchi ikkimizga qarab turardi. Traktorning sat ovoz chiqarib to'xtashi bilan men keyindan ittiklab sakrab yerga tushdim. Tilamchi menga qarab, ya kulishni, ya majun qarab achchiqnishni bilmayla qoldi. Ey majun, sen uni yuyundirib kelmadi o'tatdi. Mu seni yuyundig'inmi? Tilamchi boshda majunga sal ochiqilgan bo'lsa, endi kulib o'tgan edi. Ha, etiga yoq yuragini yuyundirib yo'g'antib qo'ydi. Endi kiyimini yuydigan vaqt keldi. U shundoq deb o'yildan yug'an bir suv yoqachini ochiqib, uyning oldidagi eriqdan suzuk suv elib, menga kuchab chechishga boshladi. Menmo sesiqchilikdan qutulish uchun uningga moslashib, jim turib edim. Xeli uzoq chashqandan keyin majun uftatib. Amdigo bo'lganda, qolganni o'zing tushib uyini ol. Avval bir nas yelchi, meni qo'sqim etib ko'krab ketdi. Haras, tungin ochiqqan narsa bormidi? Deb tilamchiga qaradi. Tilamchi, sen akşam arqangga zakus qilib hammani yevatdi. majun beshini qashlab qo'yib. Ha, Shokichik, sen o yapılamadığını deyme. Seldurup sana şehirden cık yediğin dersen hep birme. Siniki açığa? Dep, man qardi. Men beşimni langıştib, akşam yapılamagan banan, olma degandek narsalarni açıqib, majunga tutquzdim. Ondan men ikki tal olma elib, birini o'zim, birini tilamchiga tangildim. Shunda qilib, tushlik tamoqmi meva-chevi bilan oxirlashdi. He majun, emiz kerakli narsalarni ip bo'lgansa, qabrda shiltadigan narsalarni birini kam qilmay elib ol. Endi bu uyga uzoq chiqib olamaysa, balki bir umr. Majun tilamchiga qarab qo'yib. Elib buldum. Bilsan o meni kesip ekanligimni. Lekin bu konuyimni tashlatmayman. U shundoq deb bu uyga uzoqcha qarab ketdi. Shaharga-chu, nima dekermiz? Men shundoq deb ikkisiga qaradim. Ensirmigina kichik. Akaning Bammargli qo'l traktori sizlar uchun a'lo munosabat qildi. Majun shundoq deb qo'l traktoriga qaradi. Nima? Qo'l traktorda shaharga kiramdiq? Men sal hayron bo'lgan qiyofatda uning qaradim. Ham xijil bo'lib, tizla beshimni tuvan egib qizdirib ketdim. Tilamchining Emiz ishing taqigina yo'lga chiqayli degan gibi bilan ittek qo'l traktorining orqaga chiqib o'ltirdim. Majun traktorni qo'zg'atib qo'yib, o'zi yana hovliga kirib ketdi. Tilamchi bilan ikkimiz traktorning orqada qarim-qarshi bo'lib, bir-birimizga qarshi o'ltiratdik. Majunmi ayol bo'lmayla hovlidan chiqdi. U qo'lida bir uzunsiq kelgan, lekin ancha yo'g'on bo'lmagan bir chamdonni ko'tarib chiqdi. Ham yog'och darvozaning oldiga qo'yib, darvozani taqib etgandan keyin bir necha qadam kenigandi. Ondan bu koni to'ptamda qo'pirilgan uyning o'g'isidan tortib, atrofigacha bir qo'ydan ko'z yugurtib chiqdi. Balkim u bu uydan ayrilishga chidamagan bo'lsa kerak. Uzundan uzunga qarab ketdi. Yanchuqdan bir kichik kelgan qora xaltni chiqarib, tomning to'pisidan ozroq elib olib, yanchuqqa soldi. Hey, xo'sh. Men ketdim. Meni suyimlik uyim. Agar tuyuqsiz boy bo'lib qolsam seni yig'layman. Ustingga qilin chapanda birini kaydirma. U chaqda yomg'ir yog'sa hargizmi suvitib ketmaydi. Xo'sh, akan ketdi. U shundoq deb, pisingida birini kulib o'tib, yerdagi chamdonni ko'tarib, biz tarafga qarab kelishga boshladi. Tilamchi bilan men uning bayonqi so'zlariga qarab, ya kulishni, ya ta'sirlashni bilmay, havaqib uning qaradik. Umi udul men o'ldirgan tarafga kelib, men qarab turardi. Bu chamdonni elib olmasa havaqib qarab turmay. Akaning qo'l telib ketdi. U shundoq deb, mening havaqib turgan holatimdan norozi bo'lib, menga chalvaqib ketdi. Men pastga uning qo'liga chamdonni olmoqchi bo'ldim. Umi chamdonni egizga ko'tarib, menga sundi. Chamdanning tutqichini tutishimga chamdanning eg'irligidan tas qoldim. Chamdan bilan pastga tushib ketgili. Majun pastga sangilib qolgan chamdanni ittik tutib olib. Tozimi kuching kichik kelsa, musha alanga bizga jafo sanmay sipkirib pulsan optika asli. Men uning menga ochiq so'zlayotganiga ortiq gap qilmayla, ozroq kuchab elib oldim. Ondan putimning yana qo'yib qo'ydim. Ham ochiqimda uningga olib qaradim. U mening ochiqimdan kelganini sezib, ittiklab qo'l traktorni oldiga chiqib, traktorni qo'zg'atishga boshladi. Majun, nimba bu chamadonda? Qarg'in xili ig'irda qiladi. Tilamchining ovozini anglagan Majun kayniga o'rilib, tilamchidan o'lik ovozda: Nima deysan? Aniq anglayapmidim. Demisimi, traktordan chiqayotgan sat ovozdan Majunning anglamaslikka muqarrar edi. Tilamchi bayonqi gapini qayta takrorladi. Ha, shu qabra kirib qolsak ishiltamiz deb evaga saymanlar. Ham ishim meni suyimlik amriqim bor. Bunda xatarli safarda uni evamsab ko'nglim yerim bo'ldi. U o'lik ovozda shundoq deb tilamchiga kulib qo'ydi.
Yana ağaçamdan patladak baylık elib alsam da bo'ldi. Keyingi kunlarimni chiroyli qizning birga o'ylanib olsam, hozirgi xotinimni qo'yib yetma. Meni namrat deb ketib qoldi. Xap, ko'zuk ko'rsatib, chiroyli qizni birini olaman-ku. Uning gaplarini anglab, tilamchi manga qarab, ko'zini chimildatib, beshini tutib qo'ydi. U masjiddan taxi ishinimidi deganini qilib, beshini lang'ishdi. Menmi kulib gulurab, menotgan manzilimga ko'z ochirdim. İki atraf butunlay kengir ketgan etizliq. O'tirisida yilondek suzilib yotgan, uzun lekin tor kelgan yo'l. Biz bo'lsak, mush yo'lda ketayotgan bir manzilkash. Majuni oldida bir kon unalg'umi bor edi. Bayan bu yo'ldan chiqibla oldiga elib olgan. Hozir uning unalg'usining toza yangirgan vaqti edi. Unalg'usidan chiqayotgan, balkim Uyg'urlarning 13 muqam bo'lgandek, ularning milliy muzikasi ham naqsi bo'lsa kerak. Bir naqshkashning naqsi chiqyotdi. Agar traktorning ovozi yo'qib ketsa, bu ovoz bu kengir ketgan etizliqqa bir yo'sin qo'shgan bo'ladi. U g'oyda beshini u yoqdan bu yoqqa lang'ishtib, yana turib qo'llarini havoda dirijordek pulangitib o'qiyotdi. Tilamchi ikkimiz bo'lsak, uning g'ayri harakatlaridan zo'q olmoqda edik. U kayniga o'rilib, men qarab, "Kichik, nima kulib ketding? Qarag'anda meni anglayotgan naqsham sen yoqmaga o'xshamamdi. Nimaga kulib ketding?" Men ikki beshimni lang'ishtib, boshqa tarafga qarab oldim. U oldiga qarab, traktorni haydash bilan mashg'ul bo'laverdi. Qo'lqimga nalardandir bir Uyg'urlarning chalg'usining ovozi anglangandek qildi. Men sal beshimni sagitib, tut atrofimga qarab, bu muzikaning qayerdan chiqayotganligini bilmoqchi bo'ldim. Lekin Majong menga qarab kulib qo'yib oldiga qarab oldi. Men qo'lqimni tutib, uning unalg'usini ovozini qulog'lashga Bu muzika haqiqatan uning unalg'usini chiqardi. Çoğun tipdiki vahimalik əsər Qara Meşik. Əsər avtori İftixar munbaridan Farhodjon Tursun Sirliq. 28 qism. O kayniga o'rilib, men qarab, "Kichik, nima kulib ketding? Qarag'anda meni anglayotgan naqsham sen yoqmaga o'xshamamdi. Nimaga kulib ketbarsa?" Men ikki beshimni lang'ishtib, boshqa yoqqa qarab oldim. O oldiga qarab, traktorni haydash bilan mashg'ul bo'laverdi. Qo'lqimga nalardandir bir Uyg'urlarning chalg'usining ovozi anglangandek qildi. Men sal beshimni sagitib, to'rt atrofimga qarab, bu muzikaning qayerdan chiqayotganligini bilmoqchi bo'ldim. Lekin Majong menga qarab kulib qo'yib, oldiga qarab oldi. Men qo'lqimni ding tutib, uning o'ynalg'usining ovoziga quloq solishga boshladim. Bu muzika haqiqatan uning o'ynalg'usidan chiqyotdi. Chiqayotgani tambur muzikasi bo'lib, yuraklarim hayajonlanib ketib boradi. Gerçi traktorning ovozi yuqori bo'lsa-mu, quloqlarim mushu yaqinda tambur muzikasi edi. Yurtimdan necha 10 ming chaqirim yiroqlikda Uyg'urlarning tambur ovozini anglash men uchun cheksiz xo'shallik ish edi. "Ey kichik, anglayapsan? Bu sizlarning Uyg'urlarning muzikasi-ku deyman. Ismi nimitdi? Ismi nimitdi bu naqshning? Yiliqi Shinjonlik yigit Davlan aytgan naqshga. Men amroq uning naqshlariga. Uning naqshlarini anglasam, sizlarning yurtinglar o'rimchiga bir berib boqqim keldi. Fursat bo'lsa, mush qabrdan nurg'un boylikqa erishib qolsam, chuqum borma. Seni sayat yetakchi qilib olsam, men yurtinglarni aylantirib kelasa?" Majong menga qarab, so'qilib kulib ketdi. Uning kulgunini ko'rib, menmi ozroq ejib qo'ydim. Lekin mushtapda yurtimni seg'inmoqda edim. Tamburning yaqimli xush ovozi meni asir qilib, yurtimning tog'u daryolarini ko'z oldimga akelmoqda edi. Yuragim ochiq bo'lib qoldi. Shu topda ko'zlarim cheksiz ketgan etizlikqa yuzlanish boshladi. Hey! Qanchalik mangduq. Men bu xiyol bilan bo'lib ketib, atrofimga diqqat qilmoqdaman. Shahar ichiga kirib qolgan edik. Shahar ichiga bu koni qo'l direktor faqatla mos kelmagan bo'lib, ba'zi shahar kishilari bizga qo'lni sharatlab kulib qo'yishatdi. Majong shaharning ma'lum bir ko'chasiga kelib, bir tar ko'chaga kirdi. Ondan bir kon binoni oldiga kelib, traktorni to'xtatdi. "Tushunlar. Harbiylikdagi bir sabdishimning mushqorot uyi bor edi. U hozir boshqa shaharda bo'lgach, bu uyim quruq. Men kelishdan burun aloqalashib qo'ydim. Ochiq bayon deb berdi. Bir necha kun mushu yerda yetib turayli." Majong shundoq deb men qarab, "Ha kichik, endi chamadonni men sunib bera?" deb qo'lini egizroq ko'tarib qarab turdi. Men chamadonni tasti ko'tarib uning sunib berdim.
u chamadonni ilib odul qo'roni ichiga qarab mangdi. Tilamchi bilan ikkimiz qo'roni ichiga qarab o'tgandan keyin traktordan tushib Majonning keyindan qo'ro ichiga qarab mangdik. Majon oldimizda bir ayrim silingan binoning ichiga kirib ustiga mangdi. Ikkinchi qavatga chiqib yerga silingan palazning ostidan bir oshqushni ilib eshikni ochdi. Ondan ikkimizga qarab qo'yib oldimizda bu uyga kirdi. Qo'lidagi chamadonni o'rlashtirib bo'lgandan keyin kreslog kelib o'zini tashlab o'tdi. Menmi charchab ketganimdan hech nimani so'ramayla yerdagi gilam ustida huzurlanib yetishib boshladim. Tilamchi yana bir xil edi. U bir narsadan ansirayotgandek beshini derazadan pastga yigib qarab qo'yatdi. Ondan Majondan: "Endi-chi Majon, shaharga keldik. Vaqt qistab qoldi. Shunga vaqt o'tkazmayli. Endi-chi qanday planing bor?" deb so'radi. Majon beshini xushyoqmagan qiyofatda Tilamchiga qarab: "Ansirma, o'ylashib qo'ydim. Avval demimni evalay. Ondan kichikni shahar sirtiga ochiqib kiray. Sen bu ishlarni men qo'yib berib, mush necha kun ichida qabr ichida ishlatiladigan, kamqagan narsani to'liqlab qo'ygan." U shundoq deb uyquga tushishga boshladi. Tilamchi beshini lang'ishtirib qo'yib: "Amisa, men sirtqa chiqib yigidek narsa kerak. Sizlar aram yeb turinglar. Kichik, bir yoq chiqma juma. O'g'illikka seni sizlarning shi'andagi Uyg'urlar bozoriga olib, sen yigidek narsalar yeb kelayli. Emisman chiqib ketdim." deb ishini yapıverdi. Mana shaharga kelganimga 2 kun bo'ldi. Aytildigan kunga yana 2 kun qolgach, Tilamchi bilan Majon bakla aldirash. Qarg'amcha qo'lchiroq nur chirig'i. Majon nallardan tep keldikan bir necha bog'lam po'jangizni kam qilmay elib olgan edi. Men bo'lsam to'nögungi ishqa hozirgacha Majonga gap qilmay kelayotdim. Meni yurakli qilman deb shahar sirtidagi qorong'u o'rmonliqqa tashlab qo'ygani menga bak alam bo'lgan edi. Kallamda to'nögungi ishlar bir-birlab qoidadan namoyon bo'layotdi. "Yurak kichik, yediganni yeb bo'ldik. Qo'saqmi to'ydi. Seni shahar sirtiga ochiqib aylantirib kelay." Menmi ortiq o'ylanmayla uning keynidan chiqdim. Biz bir kira mashinasiga chiqib, Majon bir yerning ismini dedi. Shofermi mashinani tez surat haydab, shahar sirtidagi bir o'rmonliqning oldida mashinani to'xtatib: "Mushiya shu, lekin bek ishkirlab kirib ketmanglar. Ishni yavoy vallah, sizlar hujum qilib qolmisan" deb qo'yib, mashinani keyniga yondirib haydab ketdi. Majon: "Yura, o'g'il chiqayli. Oqshomliqqa o'qishni kavob qilamiz." Uning o'g'lash degan gapi meni bakla qiziqtirgach, ortiq o'ylamayla uning ayishib, bu kunlarmi tushmaydigan qorong' o'rmonliq kirdim. Bu toza kun o'tirishga oz qolgan vaqt bo'lg'achqa, o'rmonliqning ichimi bir xil tinchiq edi. Biz ishkirlab kirgan sari ikki taraf qorong'ulashib, 50 metr neridagi narsani g'uva ko'radigan holat ketdi. Keyni tarafimdan tuyuqsiz ship-ship qilgan ovoz anglandi. Men ikki keynimga qaradim, lekin hech nima yo'q. Men sal ittigirik menib Majonga yetishib olay deganni o'ylab, oldimga qarsam, oldimdagi Majonmi tuyuqsiz g'oyib bo'ldi. Men ittik menib bayam o'tirgan yerga keldim, lekin izimi yo'q. Men oldimda sal past ovozda: "Majon! Majon!" deb to'ldim. Lekin tuyuqsiz oldimda g'oyib bo'lgan insondan xabar kelmay, atrofimda qandoqdir boshqa narsalarning ovozi kelyotdi. Men endi ovozimni echib: "Majon! Majon!" deb sal o'liqib to'ldim. Lekin yanala sado yo'q. Keyni tarafimdagi daraxt yo'pirmig'i midrab turibdi. Men daraxt yo'pirmig'iga qarab turishimga, yenimda bir narsaning daraxt g'azonga dasigan ovoz anglandi. Men uni Majon bo'lsa kerak deb to'lab baqdim. Lekin ustimdan bir narsa ushib o'tganini sezib, atrofimga tezdan cho'gilib qarab ketdim. Ustimdan bir narsa tushibla, yavatadigandak bilinib, to'xtamay beshimni ustiga qarab aylantiratdim. Lekin ustimdagi daraxt shoxlarining to'xtamay o'zini shamolga silishi mening jinimni olmoqda edi. "Majon aka! Majon aka!" Men shuncha qattiq varqirsammi, o'zimning ovozidan qaytgan aks sadodan boshqa hech nima yo'q edi. Hatta o'zimning ovozidan qaytgan aks sado keyni-keyindan kelib, yuragimni ansizlik selib qo'rqitmoqda edi. To'yoqsizlar ko'zimga o'dildagi egilib, pastga sangalab, yerga tegib qolaydigan daraxt shoxlarining orasida bir jo'p qizil ko'zning menga qarab turganini ko'rib, yuragim xardida qilib ketdi. Men o'rnimda birdam turdim. Umu menga ko'zini uzmay qarab turibdi. Men qo'rqish ichida uningga qarag'ach qadamimni keyniga tashladim. Lekin u bir jo'p qizil ko'zlik narsa oldiga menayotgandek qiladi. Uni o'rab turgan daraxt shoxlarima mudrab, uning yo'l ochib berayotgandek bilinib ketdi. Men keynimga o'rlishimga, usti tarafimdagi bir daraxtning shoxi qattiq silkinib ketdi.
Üstümge şundaq bir qarasam, men turgan mening yenimdagi bir daraxtning shexida qop-qora bir narsaning bo'ynini menga suzib qarab turganini ko'rdim. Bo'ynimni mudirtib biroq o'dlimdagi daraxtning shexiga sap soldim. U qizli ko'zlik narsa texicha joyida men qarab turardi. O'rmonning ichi qorong'i bo'lgach, necha metr doiradagi narsalarni farq etishim mumkin emas. İçimde sanab 10 dep bo'libla kenimga o'rilib badar qochdim. Kenimga qarashqimni petnanladim. Lekin üstümdeki narsaning meni bundoq osonlik qo'yib etkisi kelmadimi? Daraxtdan daraxtga sakrab, üstümde tapesib kelmek dedi. Onun her bir sakragandagi besimidan daraxt shoxlarining qattiq midrab ketayotganini sezib kelyotdim. Mangamo qorong'uchilikda qachish tasga tushyotdi. Diqqat qilmay, necha daraxt usib, beshim og'ritamdi yoki narim og'ritadi, bularni xiyol qilish fursatim yo'qdek. Hatto o'zimning qaysi tarafga qechayotganim noma'lum edi. Xuddi hozirli sayrab tushib, meni ostiga besib, kollamga birini qo'yibla mijitdigandek. Ondan bo'ynimni uzib, daraxt shoxiga ilib qo'ydigandek. Tallarim shurkinib, qo'llarimda ixtiyorsiz beshimni tutib qo'yatdim. Yoshlar yomg'irda qo'yilib, ko'zlarimni echishib, endi bo'lganda yo'lni farq qila olmas bo'ldim. Yiroqdan bir yenayotgan chiroqning nurini havo ko'rdim. Nishonimni o'dul osh chiroq tarafga qaratib, qanchalik yugura olsam, shunchalik yugurdim. Bu chiroqlar bara-bara ko'payishga boshladi. Ko'zlarimni endi yulduzda ko'rinayotgan bu chiroqning yo'riqiga qarab, ixtiyorsiz qadamlarim tezlashdi. U daraxtdan bu daraxtga aylanib yurib, oxiri o'rmonlikdan chiqay deb qoldim. Oldimdagi chiroqlar menga umid bag'ishlamoqda edi. Xuddi mush o'rmondan chiqsamla bir bozorga chiqadigandak bilinib, baldiroq chiqib olsam, kallamda uchib yurgan noma'lum narsa tutib olmas deb tilash hozir mening birdan-bir o'y xiyolim edi. Gerçi onu ko'rolmasammi, daraxt shoxlarining qattiq silkinishidilla uning ustimda ekanligi aniq edi. O'rmonlikning chegirisi ko'rindi. Oz qoldi. Mana chiqdim. O'rmonlikdan chiqsam, oldimda bir tuzlanlik ko'rindi. Endi teximi tez yugurdim. Lekin 50 metr yugurmayla. Yo'q. Putlarimni to'xtatolmay, seyrilib degandek aram to'xtadim. Yo'q. Ko'z oldim qorong'ulashishga boshladi. Oldimdagi tuzlanlik bo'lmasdan bir to'pilik edi. Men bu to'pilikning yar eg'iziga kelibla to'xtab qoldim. Agar o'zimni salla tuta olmagan bo'lsam, diqqat qilmayla bu tishyordan tushib ketsam, o'zimning jasadining qancha parcha bo'lib ketadiganini aniq emas edi. Oldimda tishyor, kenimda hiliqi maxluq. Mayli qaysi tarafni tanlay, Azrail qo'llarida zanjirlarni sharaqlashtirgan edi. Bayamqi chiroq nuri mush to'pilikning nerisida qad ko'tarib turgan shaharning egiz binolarning chiroqlari edi. Qator ketgan egiz binolarning chiroqlari chimildab har xil rangda yonib turardi. Endi o'limga bo'ysunishni tanlashdan boshqa amalim yo'q bo'lgach, keynimga o'rildim. U alvosning qo'lda o'laymi yoki tishyorda sakrab o'laymi? Bo'ldilar. Mush tishyorda sakrab o'lay. Hech bo'lmasa o'ligimni boshqalar bayqab qola. Lekin bu alvosning qorniga kirib ketsam, hech kim bayqay olmay o'limimiz sirliq bo'lib qolmasin. Oxirgi nafsimda majonni qattiq bir tilib etdim. Onunga qo'shib tilamchinimni qarg'ashga boshladim. Xap, u dunyoda hisoblashay. Ana, meni kechir. Men bir varqirab etgandan keyin oldimdagi necha metr oraliqda yugurib, bu tiklardan sakramachi bo'lib, qadamimni tezlatdim. 5 metr, 4 metr, 3 metr, 2 metr. Xayr. Oldimga qattiq bir narsadan sakrab, güp qilgan ovoz anglandi. Menmi qolgan 1 metrda o'zimni etib olgan edim. Lekin oldimga tushgan bu maxluq so'qilibla uning qo'yniga kirib ketdim. Shu daqiqada uning oshqozonida o'zimni ko'rgandek bo'ldim. Uning uzun tuklari yuzlarimga urilib, badanlarim tikalishib ketib borardi. Men to'xtamay, qo'limni pulanishib, uning qo'ynidan chiqmoqchi bo'ldim. Qo'rqush meni o'ldirib bo'lgach, ko'zimni echishimga jur'atim yo'q edi. Uning qalayimqan chiqargan ovozidan meni o'ldirishdan burun duo qilishga o'xshaydi deb, keynimga bor kuchim bilan sug'urilib chiqdim. Sug'urilib chiqibla, keynimga necha mollaq etib, dumni tushib to'xtadim. Oldimga qarab, bu tuklar uzun, qop-qora narsaga qarab, qattiq varqirab etdim. Shimpanze? U to'xtamay, ikki qo'lda eg'izni urib, meni qo'rqitganligi uchun xo'shal bo'lib tantana qilayotgandek qilibdi. Bir o'rinda turib, necha qatim cho'ylab, qo'lda nima bor ekan, yerdan pingida tashlab o'tib, maydasiga bir qancha urib qo'yatdi. Men kichik vaqtimda muallimning shimpanze, maymun degandek hayvonlar odamlarning do'sti. Ular odamlarga hujum qilmaydi deganni o'ylab, garchi put qo'limga ozroq jon kirgan bo'lsa-mu, lekin qo'rqinimdan butun badanlarim jonsiz holatga o'tib qolgan edi. Agar bu shimpanze go'shxo'r bo'lib qolsa-chi, u odam kuchi bo'lsin yavaramdigandi deganlarini o'ylab, o'zimning yana o'limdan neri emasligimni his qildim.
U menga yaqinlashib 5 metr oraliq qolganda atrofimni aylanishga boshladi. Ah xudo, mana u menga otib nazar beryapti. Men yana o'libdiman. Lekin u atrofimni bir qancha qatim cho'yilib, tuyuqsiz to'xtabla o'rmonlikning ichiga uchqanda kirib ketdi. O'rmonlikning ichidan pong qilgan ovoz anglandi. Butun o'rmonlik qaytadan jonlanib, daraxtlar u yoqdan bu yoqqa lapangishga boshladi. Ichidan qandoqdir bir narsalarning g'o'ligan, qandoqdir qushlarning echinishli sayragan ovoz keldi. Oh, endi bu nimadi? Men o'rmonlikqa qarab turardim. Xuddi u narsa hozirla menga o'zining qiyofatini namoyon qildigandek turardi. Ko'zim o'rmonlikning ishida edi. Qushlarning ansiz sayrashidan bu kechada nima ahvolni ko'raman deb o'ylab, beshimni qalayimqa midirtishga jur'atim yo'q edi. Lekin ahvol boshqacha bo'layotdi. O'rmonlikning ichidan ozroq yo'ruqlik keldi. Lekin quva bo'lib, nimaning yo'ruqligi ekanligini farq qilishga bo'lmag'achqa, diqqatimni o'sha yo'ruqlikka markazlashtirdim. Kichik! Kichik! Sen nerede? Bu Majonning ovoz bo'lg'ach, jismimga ozroq kuch kirdi. Ovozimni oran chiqarib, "Men bu yerda, yarning eg'izda." Ovozim tuvan bo'lg'ach, anglay olaman deb o'ylagan edim. Lekin ta'limga u anglagan edi. U o'dilla qo'ldagi qo'lchiroqni ko'tarib o'rmonlikdan chiqib keldi. Ondan meni ko'rib, "Bayan ne ketding? Keynimni baydım, tuyuqsiz g'oyib bo'ldim. İzimga yerim qolmadi. Oldida sen o'lik vaqirgan ovozini anglaganda qilgan. Lekin bir ta bökeni qo'g'lab ketib, seni eltib olaman deb o'ylab qarim bo'lmabdi. Qarg'ina mana. Ters tutdim bu kasofatni." deb bo'ynini pastga sangilatgan bir tal to'shqonni ko'rsatdi. Uning gaplarini anglab, ko'zimga yosh kirib ketdi. "Bilamsan, ablaq, bayan qancha qo'rqqanimni. Mush yerda sakrash uchun tayyorlanganimda." "Nima? Bu yerda sakrab nima qilyapti? Digina, nima ish bo'ldi?" U oldimga kelib, yeshimni surkash so'rdi. Men bo'lgan ishlarning hammasini deb berdim. U gapimni anglab, qattiq kulib ketdi. Ondan, "Ha, xafa bo'lma. Bu o'rmonda bo'ri, maymun, shimpanz deganlar ko'p. Balkim boy ko'z qip-qizlardan bo'ri bo'lishi mumkin. Bo'rining ko'zi ketish yo'riydi. Yeni bir san hujum qilib qo'ymabdi. Xataraq menda ekan. Bo'ldi yura. Akan qaytib, sen Toshkentga olib bersin. Ya birerim oldinga qo'yib, namaqa bo'lama. Qanda? Yura tushib ketaylik." deb do'lamni tutdi. Gerçi ochiqim taqchi yanmagan bo'lsa-mu, bu kechida o'rmonlikning ichida uninga do'q qilib, joylik qilishim ancha yaxshi amal emas edi. Shunga menmi uninga ayishib, keyindan mengib o'rmonlikdan chiqib, uning do'stining uyiga qaytib kirdik. Kelishimizga tilamchi ittikla. "Naq bodinglar odamdan sirtib. Kichik, sen sirtib chiqma deyaydim-ku." deb qayib ketdi. Majon tilamchiga tushuntirib, "Amin" dedi. Tilamchi Majonga, "Bunu deyken, onu kech sirtqa chiqma. Men bayam etrat boshliq bilan ko'rishib kirdim. U hamma tayyorlikni qilib bo'pti. Bizga qarashlikka bir kun vaqtimiz qoldi. Shunga vaqtni ching tutaylik. Etrat boshlig'imi kichik yaxshi qaranglar deydi." Nima? Qaysi etrat boshlig'i? Men deb tushunmadim-ku. Majon tilamchining gapini tushunmagan so'rdi. Tilamchi, "Hozir deb bersam gap uzun. Keyinch oldirmay deb beray. Qo'lingdagi toshqonni so'yib kavob qilib yegan. Men kichik deydigan gapim bor." Majon tilamchiga to'qilib qo'ygach, qo'ldagi toshqonni kavob qilg'ili oshxona uyga kirib ketdi. Tilamchi meni kresloga tortib o'ltirg'izib, "Kichik, bir kun vaqtimiz qoldi. Endi ular bilan yuzma-yuz elishtiga vaqt keldi. Balkim mush kirib ketgancha qaytib chiqalamdoq yoki chiqolmamdoq. U hozirgacha bizga qarang'u. Tuman alvasi hozir bizning atrofimizni aygib yuryapti. Sana keyin deb bersam bo'ladi. Lekin hozir deb beray. Ko'z yeshil kelgan tuman alvasini podsho boshqa alvaslarga taqobil turish uchun tuman orqali paydo qilgan. Lekin eliq ayol alvasti ularni kontrol qilib oldi. Lekin ular sana zaxm yetkazmaydi. Ular jonjakli bilan tumanni qo'g'daydi. Gerçi ular ayol alvasti tarafidan kontrol qilingan bo'lsa-mu, tumarni ko'rgani sana bo'ysunadi. Esingda bormi? Butun mushuk tishlaganda ular sana mushuksin qo'g'daydi deyini. Shu ulardan pek qo'rqib ketma. Cho'ng tipdagi vahimalik asar Qora mushuk. Asar avtori İftixar munbaridan Farhodjon Tursun Sirliq.
29 qism. Esan dibama, putun müşk tishlaganda, ular sana müşk seni qo'g'daydi deyini. Shu ulardan pek qo'rqib ketma. Lekin qizil ko'zlik tuman alvasini, ayol alvasti podshoning ruhini egallash uchun paydo qilgan. Natijada podsho ruhini boshqa narsaga banat qilib qo'yg'ach, ayol alvasti mag'lub bo'lib, yer ostiga qaytib eslib qoldi. Mening bilishimcha, ayol alvastini yer ostiga banat qilgan odam balkim uning vaziri bo'lishi mumkin. Qizil ko'zlik tuman alvasti tumarni ko'zdan yo'qotgandila, ayol alvastini qutuldirgan bo'ladiganligini bilgan. Hozir men tushunamadim. Ayol alvastini kim yer ostidan chiqadi? Qabr ichida ayol alvastidan kuchli biri paydo bo'lganda qiladi. Vazir balkim hozirmi qabrida bo'lishi mumkin. Faqat shular qo'lingdagi kitobdan sirni eshitmaygichi. Hech qaysimiz bu kitobni to'liq o'qiyamaymiz. Bu kitobning haqiqiy sirini yashganda ondan ularni yo'qota olamiz. Sen bo'lmasa biz qabri yiqilishamay turibla o'lib ketamiz. Shu kallangda faqat dadangni qutqizish bo'lmasa. Men tilamchining gapini bir tushunmay qilotdim. U menga vazir to'g'ri gap qilib bermagan. Endi vazir chiqib qoldi. Lekin uning bir og'iz gapi hozirmi yodimda edi. U oldin qatim menga alvastlarni yo'qotib bo'lmaydi. Lekin ularni yer ostiga band qilib, netchi va uningdan uzun asr uyqu holati akelgili bo'ldi degan edi. Lekin bu qatim u yo'qotimiz dedi. Shunga uning menda cho'ng umid kutayotgani aniqlaydi. Men o'ylanibroq. Bo'ldi. Lekin mening hayot chiqib ketilishimga kafolat beralamsa? deb so'radim. Tilamchi: Yo'q, hatto o'zimmi oya chiqib ketalamdan bilmayman. Lekin dadangni hayot deya olayman. Men garchi boshqa ishlarni hozircha tushunmasam-mo, dadam uchun ma'qul demasam bo'lmaydi. Shunga o'ylanmayla qo'shildim. Seni birga gapiray. Balkim shu joyda ularning qiyofatini faraz qilishingga yordam bo'la. Keyincha undaqlarni ko'rsang, ancha qo'rqmaydigan bo'lishi. Tilamchi shundoq deb o'rnidan turdi. Uning keyindilla majong o'r chiqib turgan toshqon go'shini ko'tarib kelib, qani elinglar. Shundoq payz pishib ketdi. Kichik akaning qo'l tizmiki. Tetib baqa. U shundoq deb toshqonning bir parchasini menga tangildi. Men ikki qo'lni ittirib etib, "Bo'ldi, sizlar yanglar. Men yemayman. Bilsang-ku?" deb ko'ziga qaradim. Majong: "Ey, bu boshqa narsa emas, toshqon go'shi" deb yana qo'limga tangildi. Men o'rnimdan turib, "Yemayman. Yeydigan narsalarim bor. Sening o toshqonni o'ldirish usuling bilan bizni o'xshamaydi. Bilsang-ku demasanmi?" Men shundoq deb o'rnimdan turib, o'zimning yotoq uyi tarafga mangdim. Tilamchi majong qarab beshini lang'ishib qo'yib, ikkilisi mazza qilib toshqon go'shini yeyishga tushib ketdi. Atdiganda uxlavatsam, yotoqning eshigi chekildi. Eshikni ochsam, tilamchi: Turdingmi? Turgan bo'lsang, bugun tushdim burun. Majong bilan ish emas, seni bir yega opiramas. Tezdan kiyimni kiygan. Biz past seni saqlab turayli. Tilamchi shundoq deb chiqib ketdi. Men kiyimlarimni kiyib pastga tushsam, ular pastda menga qarab turgan ekan. Biz mashinada shahardagi ma'lum bir bog'chining oldiga kelib, mashinadan tushdik. Majong kulibroq: "Yura kichik, seni bir o'yintib chiqayli. Balkim umrimning baxshiga kirib qolmagansa?" Uning meni singli qilayotganini bilsam-mo, chandurmayla. Endi sizda kunda masala yurmagandan keyin kirib qolmagan shu. Debla yana qarab oldim. Majong: "Nima?" debla men qardi. Ondan bir qizdirib: "Ey, undan deb ketmin deyman. Kichik ukash, akaning aroq tashlagan kunni ko'rib qolsa tehi. Yura, sen akang ravrs o'yintida bugun." U shundoq deb mo'yramdan tutibla bog'cha ichiga elib mangdi. Ular meni avval egiz bir cho'g'laydigan narsani oldiga kelib, shuningni chiqardi. Üstü ko'tarilib, eng yuqorisiga chiqqanda butun shaharning manzarasini ko'rgil bo'ldi. Men bakla hayajonlandim. Cho'ng bo'lib, bunday narsaga chiqib baxmag'achqa bakla xush bo'ldim. Uningdan tushib boshqaga ish qilib, bog'cha ichidagi har qanday o'yinchiq chiqardi. Tilamchi: "Endi bu yoqqa yura. Sen bir narsani ko'rsatay. Keyincha sen yardım tegib qola." U shundoq deb meni kendi ming'ishga sharatildi. Majong bilan ikkimiz uning kendi ming'ib bir g'alati narsalarning rasmba, qo'rqinchli kinolarda ko'radigan og'izdan qondirib turadigan alvastlarning rasmi tushirilgan bir uyning oldiga keldik. "Qani, ichiga yura. Sirma, bizmi sen bilan birga kiramiz." Tilamchi mening sal qo'rqib, ularga qarag'animdan shundoq deb oldimga kirib ketdi. Majong bilan ikkimiz keyin kirdik.
Bu uyning ichi qop-qorong'i bo'lib, turib to'g'risidagi chiroqlar lep-lep qilib yenib o'chatdi. Bir xil surlik tusda olgan edi. Tuyuqsizlar yenimda og'izdan qon tomib turgan, chochlari qalayimqan, tili teshig'i chiqib, ikki qo'lini manga suzib turgan ayol haykaldan biri chiqib menga qaradi. Men qo'rqib, ittikla Majong chaplashib oldim. Bu haykal yana kayniga yenib ketdi. Ben Majong'a chaplashib menvassam, ustidan qo'rib ketgan jasad beshini tuvanga sangiltib, beshimning yuziga yaqin akelmasmi, qo'rqinimdan tas qoldim ishdan chiqarib o'tgili. Majong'a "Tezroq chiqib ketaylik-ku. Bu yer bekli qo'rqinch ekan" dedim. Oldindagi tilamchi Bu de qo'rqinchli emas. Keyin bundan qo'rqinchli kuchiraydi. Men faqat seni yurkin to'xtatsan deb keldim. deb oldimda xiyoli yo'q menvatatdi. Chiqib bo'lguncha necha qatam qo'rqib oldim. Biz bir aylanib chiqqandan keyin tilamchi Endi o'zing kirsa, biz bu yerda saqlab turaylik deb keyindagi bir o'rindiqda o'ltirdi. "Yo'q, kirgim yo'q." Men shundoq deb yoltib oldim. Kirgay shokicha, qo'rqma. Ular faqat haykal. Biz seni ko'zingni pishirsin deb keldik. Agar sen cho'ng bo'lgan bo'lsang, akilishimizning hojati yo'q edi. Sen hozir tek 15 yoshga kirding. Shunga oldin ko'zingni ham yurkingni to'xtatmasak bo'lmaydi. Men ularga tan kelmayotganimni bilib, amalsiz kenim kiyinib bu uyga yana kirdim. Bir aylanib chiqib bo'lguncha necha qatam qo'rqib, necha varqirab bo'ldim. Lekin tilamchi bilan Majong menga parvosiz qarab, meni yana haydayotdi. Menmi ularni ko'raverib, ko'zimni pishib qolganda qilatdi. Oxir qatam chiqqanimda tilamchi Bu oxir qitim kirgina bo'lsa, yana bir qitim aylanib chiqqan. Ondan ketaylik dedi. Menmi ma'qul bo'ldim. Ichiga qarab mangdim. Bu qatam oldin qatimqisi o'xshamaydiganda qilatdi. Ichini so'z tuman qoplab olgan edi. Men ancha qo'rqib ketmagachga oldim qarab mengayverdim. Lekin mening diqqatimni bir narsa tortib edi. Men oldin qatimlarda ishdan qo'ygandagi o'rinda haykal olmasni ko'rmagan edim. Bu qatim ishdan kirib o'ngga qo'yganda o'dildagi bir iskelet joyida qimir qilmay men qarab turardi. Men ichimda baribir haykal-ku, meni hech nima qilmaydi deb yaqinlashib bakmoqchi bo'ldim. Oldiga kelib, onun yaqin kelib, qo'limni ostida uning yuziga bordim. Tova, haykalning yuziga sovuq bo'lgan-a? Uning ustiga hozir yozibsa. Men shularni o'ylab, sal kenib yenib, ondan darhol kenimga qarab chiqish eg'iziga qarab itikmandim. Uning ko'zining ichidan qizil nur chiqib Ondan kuch qolmagan eg'izini midirtatdi. Men eshikning chiqish eg'izidan qayrilib, uningga qarag'animda, uning men qarab kulayotganligini sezdim. Eshikdan chiqibla tilamchiga qarab, ichini sharatlab og'zimga gapim kelmay qoldi. Lekin tilamchi xuddi sezgandekla. Bo'ldi, yur qaytaylik. Sen demisanmi bildim. Elimisan sen yetmabdi deb meni boshlab uyga keldi. Ondan Majong'a Majong, sen chiqib Uyg'urlar rayonidan uningga qabri deydigan narsani tayyor qil. Men chiqib kam qolgan narsa ekilay deb sirt qilmoqdi. Majong o'dirab Sen kam qolgan narsani teplanmaganmisan? To'xtig'ida birga chiqib ketaylik deb uningga agishib umumangdi. Tilamchi qaytadan oldimga kelib Boynu tutumani qo'lingga ilib ol. Shundala ular atrofingda bo'lsa-mu, sen qilchi yaqin kelmaydi. Tumarning nuri ularni kuydirib tashlaydi. Esingda saqlab ol. Men tumarni bo'ynimdan elib, qo'limga elishimga tilamchi beshillanishib qo'yib chiqib ketdi. Kech kirishiga ularmi qaytib keldi. Majong menga yeydigan non, pechini piranik, ushaq yemeklarni alg'ach kelgan edi. Ham bir asma sumkami bor edi. Men hammani joylashtirib olgandan keyin eliqi teri kitobni hammaning tigiga selib etdim. Ertesi deganda hammamiz o'rnimizdan turib, nashlig'imizni qilib bo'ldik. Xuddi hammamiz o'limga bordigandek, shunchalik jimjit edi. Mayli, bugun kechki qabrni eg'izib berib olmasak, keyin kiramaymiz. Tilamchining o'rnidan turishi bilan menning somkini bo'ynimga ortib eshikdan chiqdim. Tilamchi bir somkini, Majong eliq uzun chamadonni elib olgan edi. Majong ishini taqib etgandan keyin biz pastga tushib, atrof boshliq bilan deyishgan, dadam kavobchilik qilgan do'kon qarab mangdik. Biz borganda atrof boshliqmi kelib bo'lgan edi. Lekin uning yanında yana bir tembel kelgan bir odam turibdi. Biz mashinaga kelgan bo'lg'achqa atrof boshlig'i bizni ko'ribla, itik oldimizga keldi. Meni ko'rib, kichik, qanday ahvoling? Yaxshi turdingmi? Necha kun ko'msam, oqirib qolsa juma. Qarg'anda shiyaning ovoz yoqqa o'xshamamdi sana. deb pisingida yechib qo'ydi. Yo'ldan kelguncha men Majong'a Majong aka, buni qanday qabrga kirgan edingiz? deb so'rab qo'yganimga o'zini bosolmay qolgan edi. Voy akang degan, unda donli qabrlarga kirib, mandaq oltinlarni, mandaq kumushlarni chiqqanman
deb to'xtamay qolgan bo'lg'achqa atrat boshlig'ini ko'rib texmi poat qildi. Hammamiz uning og'ziga birdan qarab turib o'tgandan keyin tilamchi Majong to'xtatdi. Ondan Amisa, men bu qitim safarda biz bilan bilmag'anlarni tanishtirib qo'yay. Bu bekkap qiladigan Majong. Burun bir qancha qabrlarga kirgan, ham qabrning ishlarini bir qadar pishiq tushunadi. Bu bo'lsa kichik. Bizning oramizda eng muhim odam. Agar kichikini bir ish bo'lib qolsa, hammamiz tugishib ketishimiz mumkin. Shunga uning bexatarlik eng muhim. Tilamchi Majong qarab atrat boshlig'ini ko'rsatdi. Bu bo'lsa atrat boshlig'i, lekin yinidagi bu kishi kim bo'ladi? Men uqmayli qoldim. deb atrat boshlig'ining yendiki beslik odamga qaradi. Atrat boshlig'i? Bizning mushqatimqi safarimizning yo'l boshchisimi? Majong shundoq deb atrat boshlig'ini ko'rsatdi. Tilamchi Majong qarab, Yo'q, shaharlik jinoiy ishlar atrat boshlig'i. Majongning chiroyi shu hamon o'zgarib. Ha, men boya mundaq chaqchaq deb qo'ygan o gaplarni. Men degan harbiy bo'lgan tursam, unda qabrlar kirishi mumkinmi? Qarag'an sizlar xeyli ko'p odam kelsizlar. Shuning qaraganda men kirmasam buldiga o'xshaydi. deb osti kaniga o'rilib meng'ishga tamshaldi. Atrat boshlig'i kapida muyursini tutib kaniga o'rib. Seni qabrga kirib baqqaning o'zil kupoyi. Bizga yo'l boshlab mansam hisob. Hozir uni buni deyishmaydi. Bu bir qancha odamning hayoti bilan munosabatlik. Shunga vaqtni kaynik so'rmaydi. Mening inimdagi bu kishi alayit qismining boshlig'i. Burun uning bir qancha sabtishi ma'lum bir narsaning hujumiga uchrab o'lib ketgan. Shunga u menmi bormaydigan bo'g'ishqa bu qitim bizga hamdam bo'ladi. Biz sen degandek yetarli o'qituvchilarni ilib oldik. Bu ishni idor boshlig'i deyaydim. Qurol yaroqlarni olib chiqishga tasdiq etdi. deb qo'lidagi bir cho'ng chamadonni sharatildi. Majong beshini qashlabroq. Qarag'anda meni boylik qizish tamoyim yo'q bo'lgan o'xshaydi. Jang qilamiz deb atrat boshlig'i tilamchiga qarshiga tilamchi ko'zini qisib qo'ydi. Tilamchi hammamizga bir qo'rdan qarab o'tgandan keyin, Yo'q, qizni uzoq tutmayli. Kechki qabrga kirib olmasak, keyin kiramaymiz. Ilm yaxshi, sizlar mashina kepsizlar. Amiz mangayli. deb mashina tarafga mangdi. Hammamiz mashinaga chiqib bu xatarlik safarga yo'l oldik. Lekin qaysi tarafga mengish bir mushkul ish edi. Tilamchi man qarab, "Ey kitobni olgan, amdun ochilgan yer keldi." deb mashinaning yenda o'tirdi. Men sumkani qo'yib, kitobni avaylab oldim. Ondan hamini oldi qo'yib, bosh betni asta varaqildim. Lekin tilamchi tunji varaqini aytishimga qo'limni tutib oldi. Ochma, oson ishitki maxluqlarni uyg'otib qo'yishimiz mumkin. Sen kitobning bosh betiga bekrak qarab baqqan. Mena farzimchi kitobni yozib qoldirguchi, balkim xaritini cho'qim bosh betiga o'rlashtirgan bo'lish mumkin. deb man qaradi. Men asta kitobning bosh betiga qaradim. Lekin hech qanday bir izna yo'q edi. Men qo'limda kitobning iskelet o'rinlashgan tarafini tutdim. Degandek ozroq qalin bilindi. Barda qildi. Iskeletning orqasiga tiqib qo'yilgandek. Sal qilinki. Tilamchi. Avaylab olgan. Kitob ozroqli zaxmlansa, maxluqlar uyg'onib ketadi. Men 5 milyon ishlab, shu qalin turgan yerning badqatlimi qaradim. Ozroq yo'chun barda qildi. Tilamchi buni ko'rib, "Nerto, sen men bu batni tutib egan." deb og'ziga ozroq so'yilib, bir nimalarni o'qiyotgandan keyin qalin o'ringa og'ziga suni temetdi. Degandek qalin bat ozroqla tuman ko'tarilibla o'tirdan ayrilib, ko'z oldimizda bir yipak qog'oz paydo bo'ldi. Hammamizning ko'zi mushu yipak qog'oz dedi. Men avaylab elib, uni o'tirga olgandan keyin cho'ng qilib yoydim. Ichi sapsariq, qaraganda oltindan hal berilganda qiladi. To'g'ri, cho'qim mush xarita. Lekin hammamiz xaritaga qarab qetib qolgaydik. Nemish bu xaritada bir uzun sizoq bo'ladi. Ikki tarafida tog' o'rmon, faqat bir tali sizoq. Bu nimani tushuntirilgandi? Undaqda bu xaritaga sizilgan sizoq Sadichin sepili? Atrat boshliq bilan ikkimizning javobi o'xshash chiqib qolgaydi. To'g'ri. Bu cho'qim shu Sadichin sepilni bildirdi. Bu yangi e'longa iskelet cho'qim mush qabri kirishi g'izi. Atrat boshlig'i shundoq deb siziqning o'ttir qismiga elingan bir kichik qilib sizib qo'yilgan iskelet boshning rasmini qo'lda bosdi. Yendigi tembel kelgan odam. "Voy, agar mening fikrimga kirib baqsanglar, biz oshu sabdoshlarimiz g'oyib bo'lgan taqqa chiqib baqayli. Balkim oshu yerda bo'lishi mumkin." deb atrat boshlig'iga qaradi. Atrat boshlig'imi 5 yil langishdi. Shunda qilayli. Bo'ldi, mashinaga chiqqanlar. Kechkirgacha qabrning o'rnini bilib olayli. deb o'rnidan turib mashina chiqdi. Bizmo keyni-keyndan chiqib yurib ketdik. Van Xo'yning hammaning oldida meng'ishi bilan bizmi keyndan agishmadik. Tilamchi nimalarnidir xiyol qilayotgan edi. Balkim hozir uning kallasiga hech nima kirmas kerak.
Oxan bilan Vanxoy tilamchiga qarab pichirlashib Men sal ittirak menib ularga yetishib oldim. Vanxoy, diqqat qildingmikan? Biz bilan bilim yeyotgan bu yoq bakil sirliqkan. Men kelgicha uningga diqqat qilib kelyapman. U menga bakil gumonliq bilinayotdi. Oxan shundoq deb Vanxoyning qo'liga pichirildi. Men his qilgan Oxan, lekin Shabonni qutqizish uchun bu safarda u bo'lmaydigandek turdi. Ham uni bu kichik nerv kasalliklar doktorxonasida bir kecha turib, ondan yondirib chiqqan. Agar u bir narsani bilmagan bo'lsa, kichikmi uni talamas bo'g'aydi. Ishqilib, har jihatdan diqqat qilishimiz kerak. Hozir uni hech qaysimiz tushunmaymiz. Majun degan odam balki uni ozroq tushunish mumkin. Lekin hozirgidek vaziyatda uningdan so'rash afsus. Vanxoymi Oxanga shundoq dedi. Oxan tilamchiga yana bir qarab qo'yib, "Uning ismini bilamsan?" Vanxoy menotgan o'rnidan to'xtabroq tilamchiga qaradi. Ondan xiyol so'rayotgan tilamchidan. Eras, mushkamgacha ismini bilmaydiganman. Keyincha qaysimiz hayot qolamiz, qaysimiz o'lik, bilgin olmaydi. Bizga ismini deb bersan. Tilamchi so'rayotgan xiyoldan itdek cho'chiproq beshini ko'tarib, tug'ilganda tatib ismini bilmaydiganman to'q. Shuni boshqalar har xil atab qo'yishadi. Necha 10 yil darvishdek yashapdimi? Shuna darvish deb chaqiraveringlar. U shundoq deb Vanxoyga kulimsirab qaradi. Bu bo'g'ri. Avval qabrdan chiqayli. Ondan sana yordamlashib, haqiqiy salohiyatdan birini bejirib beray. Vanxoyning gapidan hammamiz yenik kulib qo'yishdik. Balkim har qaysimiz o'z oldimizga faraz qilayotgan bo'lsak kerak. Tilamchi nurg'un ishlarni menda yurib keldi. Faqat halqiliq paytida menga bildiradi. Uning mendan foydalanayotgani aniqla. Lekin nima uchun u tumarni qo'lda tuta olmaydi? Necha qadim ko'rib beqishni aytdim, lekin kenik dojib tumarni qo'lga olib olmadi. Men shularni xiyol qilib uningga qardim. Kichik, yo'q. Shomo, xaritini ola. Biz mengatgan xeyir bo'ldi. Kelay dedikmi? Vanxoyning ovozini anglab, qo'ynimdagi xaritni chiqarib, uningga tangildim. U xaritni ochib ko'rib, "Dal mushicha shuki, lekin nemish qirishi yig'iz ko'rinmaydiganda." U shundoq deb to'rt atrofiga qaradi. "Yo'q, men o'ylayman, qabri ishga cho'qin sehrlangan. Balkim u ma'lum vaqtda ondan ko'rinish mumkin. Shunga hozir o'rnimizdan azroq chekinib kuzatib boqayli." Tilamchi gapining oxirini yutib bizga qaradi. Agar qursuq ochilmasdan biroz chiqib qolsa, bikas g'asib bo'lib ketmayli. Majun shundoq deb kulib qo'yib Vanxoyga qaradi. Vanxoy beshini yenik langishtirib qo'yib kayniga yandi. Biz kaynimizga 50 metrda yenib, so'ng'izib o'ltiribroq oldimizdagi qabr eshigining ochilishini kutmoqchi bo'ldik. Lekin shuncha uzun saqilsaqmi hech bir shapi yo'q edi. Voy, meni qusug'im echib ketdi. Ozroq bir narsa yevolaychi. O'lsam och qusaq yetib qolmay yana. Majun shundoq deb somkasidan bir o'ralmiq go'shni elib yegilib tushdi. Qolganlarmi shunday qilayli deb har qaysisi o'zining somkasidan bir narsalarni chiqarib kalashlatib yegilib tushdi. Ular qarab, meningmi yegim kelib, Majun akab bergan tuxum turmilni elib, pam bilan echib yeyishga boshladim. Diqqat qilinglarmi? Shab kelyotdi. Cho'ng tipdagi vahimalik asar Qora Mushuk. Asar avtori İftixar munbaridan Farhodjon Tursun sirli. 30-qism. Majun shundoq deb somkasidan bir o'ralmiq go'shni elib yegilib tushdi. Qolganlarmi shunday qilayli deb har qaysisi o'zining somkasidan bir narsalarni chiqarib kalashlatib yegilib tushdi. Ular qarab, meningmi yegim kelib, Majun akab bergan tuxum turmilni elib, pam bilan echib yeyishga boshladim. Diqqat qilinglarmi? Shab kelyotdi. Oxanning gapi bilan hammamiz Allohga bo'lib, atrofimizni qarab ketdik. Oxan qo'lini osti tarafiga sharatildi. Majun ikki qo'lini yerga yiqib, bir narsa menotgandek qildi, lekin ostida emas, balki yon tarafimizmi qanda? Uning gapi bilan biz oldirabdinib, sepalning ikki tarafiga kelib, pastga qarashdik. Teg'i yap bo'lmagan tuxum turmili kelimga kaplashib qilib, tinolmay qoldim. Yenimdagi Majun ittik og'zini itib, qo'liga suv elib ichkizib etdi. Ondan yon tarafdagi Oxan, Vanxoy darvishlarga biz tarafni sharatlab pastga ko'rsatdi. Ular osti engishib, biz tarafga yaqinlashib, sepildan bo'ynidan chiqarib pastga qaradi. Oxan qo'ldagi avtomatni quribla pastga tanglishiga Vanxoy kapni tutib olib, chim bo'lishga undadi. Pastda bo'y egizligi 3 metrga yaqinlashadigan, chiroyi shunchalik badbashira, og'zi ustidan ostiga qarab yaltib qilgan.
og'zidan qon tomchib qolgan bir tuklik maxluq eg'ir qadamlar bilan sepilni bo'ylab biz tarafga kelyotdi. Uning har bir qadam elishidan qadamining izi yerga 10 sant hatto unidimi cho'nqirib ketib ketadi. Wang Hui, Ahan, Majonglar qurollarni asta shaloq-shuluq qilib qurishib, batlashib tayyor bo'lishdi. Eliqi maxluqmi biz turgan o'rinning ostiga kelib, bir narsani purganda qilib, qo'lday pushuldab ustiga qardi. Biz beshimizda tizni pastga egib, jim o'tirib oldik. Alayzal bir minutlardan keyin uning eg'ir qadamlari bilan mengayotgan ovoz anglandi. Majong asta beshinchi chiqarib qarab, bizni uning qarashini etdi. Qag'allarimizmi beshimizni chiqarib uning qardik. Uning qo'ltiqi qisvog'ini zodi nimidi? Ahan shundoq deb uning qo'ltiqidagi noma'lum narsani sharatildi. Tilamchi. Ko'midingmi iyiqga? U ablah iyiqdan birini tutib kelibdi. Agar u bizni bayqab qolsa, qochib qutulamaymiz. Shunga hozircha uni hujum qilsak bo'lmaydi. Lekin yana bir ish bizni ansizlikka selib qo'yotdi. Eliqi yo'g'an maxluq dal biz qabrga kirmoqchi bo'lgan o'ringa kelib, qo'lidek eg'ir bir pushuldab qo'yib, sepilga yo'linib o'ldirdi. Ondan texi jeni chiqib bo'lmagan eyiqni oldiga qo'yib, mushtum bilan kalasiga birini qo'ydi. Eyiqning kalasi mejilib, og'zi nada, chiroyi nada, belgili bo'lmas holatga kelib qoldi. Majong ishti ko'zimni etibilishiga uning qo'lini ajratib, uning qarab qo'ygach, men uni pastga qardim. U nima saqlab turadi? Agan maxluq qarab shundoq dedi. Darvesh, "Umi qabrning ishkini ochilishini saqlab turayotgandek qiladi. U o'ltirgan o'rin qarmamsizlar, o'ltirishib ketdi. Demak, bu maxluq doim ketish kelib, mushada tunaydigandek qiladi." Uning gapini anglab, bizni qaytadan qo'rqinch chirmib oldi. "Ablah, unda qabrga kirolmay, qonchilik hayvonlarning jiniga zamin bo'lgandi. Men bugun uni yo'qotmay qo'ymayman. Yana iliq sabtishimiz uchun." Agan shundoq deb o'rnidan turibla, uning qurol tanglab, tepkini besishiga. Majo bilan Wang Hui uni kuchab besib oldi. "Kallan qizib qolmaganda, qarmamcha, uningga o'q kar qilgandekmi? Agar tutishib qolsak, qabrdagi qolgan maxluqlarni uyg'otib qo'yib, mush yerda tugishimiz. Shunga avval qabrga kirib olayli." "Amsa, mush yer saqlamdiq." Agan beslig'in beshini ost ko'tarib Wang Huiga qaradi. Wang Hui beshini yeniklingishtirib qo'yib, pastga qarab, chiroyi o'zgarib, "Tez-tez mingla" deb dumchayiga holatda kelga yo'limizga qaytdi. Bizmi nemish bo'g'ini anqirolmay uning agishib yugurdik. Men mengib o'tib, keynimga qarab saptiman. U maxluq hadab sepil ustiga chiqishga harakat qilyotdi. Biz beshimizni egib, kelgan tarafimizga qarab yugurdik. Yugurib o'tib Wang Hui, "Ahan, bayam qolgamchi iningdi bormi?" deb so'radi. "Ba, qanaq deysa?" Ahanning javobini olgan Wang Hui joyida to'xtab, "Tez chiqargan, mush yerda qarishtirib tushib ketayli. Agar u chiqib qolsa, tuyashkinimiz shu." Ahan somkisidan tezlikda arg'amchini chiqarib Wang Huiga tangildi. Wang Hui arg'amchini sepining ust tarafiga arash qilib, ozroq to'q chiqarilgan o'ringa bog'labla. "Tezda tushinglar, past tushib ketayli. Darvesh, sen avval tush, tez bo'l deymi?" Darvesh Wang Huiga qarab arg'amchiga eslabla pastga seyilib tushib ketdi. Keyindan Majong, uning keyindan Wang Hui man qarab, "Kichik, dumbam chiqa, men seni opashqa olay. Ahan, sen hammani keyini tushib, arg'amchini tushirib ber. Bayqab qolmasin." Men vaqt o'tkazmaslik uchun kelibla Wang Huiga opash bo'ldim. Wang Hui seyiribla pastga tushdi. Ondan qo'yiq daraxt bilan bir daraxt shoxlarining orasiga kelibla o'tirdi. Ahanmi arg'amchini tashlab o'tib, o'zi sepiltamga eslab seyilib tushib, bizning yenimizga keldi. Hammamiz hatto tiniqimizni chiqarmagudek holatda jimjit o'tirdik. Eliqi yo'g'an maxluqmi sepilning ustiga chiqib bo'lgan edi. U bayam biz o'ltirib, qo'rsqimizni to'qilgan joyga kelib, birdam qarab turayotgandan keyin biz tarafga qarab kelishga boshladi. Naqla bizning o'tlimizga kelib, beshini pastga yengishib purashga boshladi. Uning eg'izining javog'idan sirtqa chiqib turgan ikki uzun tishi, teshig'i poltib chiqib ketgan ikki ko'z. Har qanday odam qarsa, qo'rqib jon beradi. U ashu yusunda biz tarafga birdam yengishib qarab, qattiq o'rgirishga boshladi. Uning ostidan ustiga qarab o'rgirishdan chiqqan tiniqini yana ko'rolg'i bo'ldi. Qattiq o'rgirishlardan keyin kaniga yenib chiqqan o'rniga kelib, xuddi bir narsani saqlayotgandek joyida jimildi. "Hey, bu ablar endi ustiga chiqib turib oldi-ku. Endi qabr qanday kirmas?" Majong shundoq deb hammamizga bir qo'rdan qarab chiqdi. Wang Hui ush qilib, qo'lini og'ziga tanglab bo'sh ovozda, "Qarg'an umi qabrga kirish uchun saqlayotganda qiladi. Shunga bizmi saqlayli. U chuqum qabr eshigi ichilgan hamon kirib ketadi." Tangrim, qanday narsani yeb buncha cho'mib ketganda bu maxluq. Agar Wang Hui bugun sen bo'lmagan bo'lsang, beshimni tinimdan judo qilsam ishonmagan bo'lardim. Agan shundoq deb Wang Huiga qaradi. "Hozir buni deyishdiga vaqt emas. Hammanglar joyinglar jim turinglar. Ichidagi qanchalik maxluqlar bizni saqlab turdi.
Buni bilmaymiz. Lekin bek ensirab mi ketmanglar. Her ishning bir yo'li bo'ladi. Cho'qim yo'qta olaymiz. Tilamchi shundoq deb bizga tasalli beryapti. Vaqt asta-asta o'tmoqda. O'zimizning tiniqidan boshqa narsani anglag'il bo'lmaydi. Faqat eliqi maxluqning qo'lidek pushildab, u yoqdan bu yoqqa qarab qo'ygandan boshqa hech qanday ovoz yo'q. Hozir bo'lsa, hech nima farq qilib bo'lmas holatga kelib bo'lgan edi. Eliqi maxluqning simosimi ko'zimizga g'uva ko'rinishga boshladi. İçildi. Tez o'rnidan turinglar. Tilamchi shundoq deb o'rnidan turishga tamshadi. Vanxoy uni kappada tutib olib, qabrning kirish eg'izi oldida ko'zini biz tarafga qaratib turgan maxluqni ko'rsatdi. Sepilning har 500 metrdan bir yeriga o'tishmi ravoq bo'lib, hozirgi qabr eshigi oldimizga sepil ravoqidan yurayotgan yeshil nur edi. Ravoqning o'tishmi yo'l eg'izi yopishib yurayotgan bo'lib, balkim biz ravoqdan o'tsakla qabrga kira olishimiz mumkin edi. Lekin eliqi maxluq zodi nimani saqlayotdi? Belgili bo'lmaydi. U faqat bizga qarab o'tiradi. Qabrishga eslsimi? Yani nima ish qilmaydi bu ablah? Majunning shunday deb turishiga qabrning kirish eg'iz tarafdan mushukning miyag'ilgan ovozi anglandi. Endi yaxshi bo'ldi, endi maqsaq bo'ldi. Men shunday deb o'rnimdan turdim. Qolganlar bo'lsa, menga qarab ketib qolgan edi. Turmamsizlar. Lekin ular yana oldi tarafdan menga qo'l orqali sharatildi. Keyin tarafimga qarab, yuragim xartida qilib, joyida so'qishdan to'xtab qoldi. Eliq maxluq ko'zini yopishib yurtib, menga tikirib turadi. Gerçi orliq yiroq bo'lsa-mu, uning menga qarab turganini aniq sezdim. Lekin shu topda bir ish yuz berdi. Mushuk qayt-qayt miyanglab, maxluqni bizar qildimi? Maxluq bo'ynini pastga egibla, ravoqning u tarafiga o'tib, yeshil nur ichida g'oyib bo'ldi. Tez bo'linglar, ko'p vaqtimiz qolmadi. Qabrishga hozirlaytilib qoladi. Tilamchi shundoq deb sepil temi tarafga yugurdi. Tilamchining kendidan yupurilib, bizmi daraxt orasidan chiqib, sepil temi qarab yugurdik. Boyam qog'amchini chiqib ustiga bog'langlar. Tilamchining gibi bilan og'am tizdan sepil temiga esilib chiqib, ustidan arg'amchini bizga tashlab berdi. Tilamchi tizdan esilib ustiga chiqdi. Og'am ustida bo'lg'ach, chiqib bo'lg'uchi tortib oldi. Majo, nimaga hangga qarab tursa? Vanxoyning ovozi bilan nimaga ketib qoldi ekan, u shuni topolmay qolgan Majong. Ha? Debla umi eslib chiqib ketdi. Kichik, tezdan dumam chiqa. Men tizilla Vanxoyning dumbisiga esildim. Vanxoy meni bosh qilib ustiga oz qolganda og'am qo'lini suzibla tortib chiqarib oldi. Tez bo'linglar, nursizlab ketibdi. Qabrishga hozirlaytildi. Tilamchi hammaning oldida yugurib, ravoqning eg'izidan chiqayotgan yeshil nurning oldiga kelib to'xtadi. Bizmi keyindan yugurib, ravoqning oldiga keldik. Bu yerda mushuk turdi-ku. Buning ko'zi bo'ldi, so'ramanglar. U bizning oldimizga chiqqan. Mushuk to'g'riq sira keyin deb beray. Hozir qaysimiz oldida kiramiz, lekin meni kirdimanglar. Oldimda mushuk menga qarab, ko'zidan qip-qizil nur chiqarib turadi. Ular meni gapimni anglab, bir-biriga qarab turib qilishdi. Bo'ldi, men kiray. Tilamchi shundoq deb nurning ichiga kirib ketdi. Nur xuddi uni yutib ketgandek, tilamchi ravoqning ichiga qadam elishiga nur uni tortib akirib ketdi. Endi men kiray. Qadaminglar tez bo'lsin. Kichik, sen meni keynimdan kir. Vanxoy shundoq deb nurning ichiga kirib ketdi. Menmi ost qadam bilan nurning ichiga qarab mangdim. Keynimda og'am bilan Majong menga qarab turadi. Men putimni nurning ichiga qo'yishimga nur xuddi meni dam tortib ichiga so'rayotgandek sezim bo'lib, ko'zim chaqnab yumilib qoldi. Ondan turibla o'zimni qorong'uning ichida turgandek his qilib, osti ko'zimni ochdim. Atrofim qop-qorong'u bo'lib, hech nimani farq qilg'ili bo'lmadi. Tuyuqsiz qo'limga bir narsa urilgandek qildi. Kim o? Men jiddilashib, varqirab ketdim. Men Majong. Bu yerda kim bor? Menmi bilmayman. Ichida qop-qorong'u ekan, hech nimani farq qilamadim. Men shundoq deb turishimga, "Asirmanglar, menmi bor?" Og'aning ovozi anglandi. Undaqda Vanxoy bilan darvishchi. Majongning ovozidan keyin Sezmidinglarmi? Ostimizdan ovoz kelayotgandek qildi. Bu Vanxoyning ovozi edi. Uning ovozini anglab, ko'nglim sal joyiga tushdi. Hammamiz ostimizdan kelayotgan ovozga sapsaldik. Degandek ostimizdan bir narsaning yo'tkilayotgan ovoz kelyotdi. Ovoz birdan chiqib jimib qoldi. Tuyuqsiz dasavotgan putum havoda laylab qolgandek his qildim. "Voyjon, men pastga tushib ketyapman." Bu nima ish? Men shunday his qilyapman. Mening ovozim besmay turibla, Majongning ovozi anglandi. Ko'p qilgan ovoz bilan bir narsaning ustiga tushdim. Voyjon, qaysan? Vanxoyning ovozi anglanayotdi. Men ostimdagisining Vanxoy ekanligini sezib bo'lguncha, mening ustimga birisi tushdi.
Maydamga tushgan bo'lg'achqa bayam sepil ustida gelimga turib qolgan tuxum turmini eg'izimda yenib etilib chiqib ketdi. Köpür qalab ovozlar anglanib, burunlarimga ochiq to'pichoqlar kirib, yutilib ketdim. Hammanglar saqmi? Tilamchining ovozidan keyin hammaylar bir qurdan o'zimizni ma'lum qilib chiqdik. Uf, hammamiz saq emas. Darvesh, bayam ustida nima ish gap qilmaysa? Men texsan ablaqni bizni tashlab qochib ketgan o'xshaydi debdimi? Ostimizdan ovoz kelayotgan bo'lg'achqa, ovoz bilan bo'lib ketibdimi? Hammamiz saq emas. Endi bu zot qaya bilib olayli. Tilamchining kepi bilan hammamiz yiqilgan o'rnimizda vajillab turishga boshladik. Bunisi bek qorong'u ekan. Yaras Darvesh, men sen elib olgan Nurkaltigin evag'amiding? Majong shundoq deb Darvishdan so'radi. Elib olgan. Lekin bu narsani qanday qishiltidi? Men bilmayman. Qo'lchiroq bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Tilamchining Majongning so'rgan savoliga javob berib turishiga yenimdila kuchli nur chaqindi. Men ittik yenimga qaradim. Vanxoy qo'lda bir qo'lchiroqni ko'tarib, to'rt atrofga qarashga boshladi. Ondan somkasidan yana bir tal qo'lchiroqni chiqarib, "Majong, buni sen ilib ol," deb Majongga tangildi. Hozir bo'lsa hammamizni aniq ko'rgili bo'ldi. Hammamizning yuz-ko'zi to'pa. Kiyimlarimiz bu oppoq bo'lib ketgan edi. Kiyimlarimizni bir qo'ldan qayqayotgandan keyin atrofimizga diqqat qilishga boshladik. Hey, bu ham qayslar tuxum turmili yegantinglar? Majong shundoq deb qo'lchiroqni qo'liga tutib, qo'lda bayan men yoldirayotgan tuxum turmini tutib turadi. Men Majongga qarab kulkim qistab ketib, o'zimni tutib ololmay kulib ketdim. Sen kelsanda? Bu ham usti deganda qilating, bu qandaylik meni yuzim yuriydi. Majong shundoq deb qizaribroq men qaradi. Shu yutib bo'lguncha og'zimni yetib oldim. Shu yutib olmay kelimim turilib qoldi. Ya suv ichelmedim, boyam qaysonga tushdinglarki, maydamga tushib yenib ketdi. Men shundoq deb beshimni past qilib uning qardim. Men tushgan, tozimi bir mantiq bir maxluqning gandisim ketibdimi? Bo'ldi. Atrofingizga qarab boqmamsizlar. Hozir qanday ahvol turayotganini tek bilmabsan-da. Oxir shundoq deb Majong qardi. Majong bilan ikkimiz bir-birimizga qarab qo'yib, qaytadan atrofimizga sapsilishga boshladik. To'rt atrofimiz xuddi to'g'ning kotigidek to'chasli edi. Tilamchi to'rt atrofni cho'ylab beqib, ondan o'ttirib kelib, "Biz so'linib qopdik. Bu yerda chiqish yo'q yo'q-ku." Xarita? To'g'ri, xaritani ko'rib boqayli. Odatda qadimgi podshohliklar mexanik qurilmani o'rnatib qo'ydi. Majong shundoq deb men qardi. Men qo'limda xaritani chiqarib o'ttirib qo'ydim. Hammamiz xaritaga qarab qanday qilishimizni bilmay qoldik. Qaysonlar bu xil xaritani tushunsizlar. Bu bayam qabrni kirish eg'izga, lekin hozir turayotgan o'rnimizdan asarmi yo'q. Qaraganda o'zimizni aqliga tayanmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Xarita doim o'zgarib turdi-ku. Hech qildinglarmi? Mana bu bizning tushgan o'rin. Lekin bu yerda 13 ko'p iskeletdan 5 yo'q edi. Hozir bo'lsa iskeletdan 5 paydo bo'lib qoldi. Bu zodi nimani tushundirdi? Uning ustiga xaritaning qoq o'ttirisi paydo bo'lib qoldi. Vanxoyning gibi bilan hammamizning demi ichi tushib ketdi. Hozir bir mo'jiza yuz berib qilishdan boshqa umidmi qolmagan edi. Onangni shuncha egizning qabri ichiga yasag'ucha bir palamba yasab qo'ysa bo'lmasmidi? Voy bilim, hozircha og'riyotdi. Majong shundoq deb belini tutib vajallayotdi. Lekin mening ko'zim Vanxoyga tushdi. Vanxoy bayam o'zi tushgan yerga qarab, qo'lchiroqni yo'rtib yaqin kelib, so'ngzib o'ltirdi. Men uningga diqqat qilib, uningga yondab yenida o'ltirib, yerdagi koni saqchi chopini qardim. Vanxoy qo'liga cho'rib ketgan saqchi chopini elib, ko'zda liqin yosh oldi. U saqchi chopinining ustiga besilgan nomerini silab, peshonasiga surtib, ovozni qo'yitib, yig'lab ketdi. Qolganlarmi Vanxoyga qarab nemish bo'lganini anqara olmay, uning qalasiga olashdiq. Bu Vanxoy! Oxir shundoq deb jimib qoldi. To'g'ri, bu meni yo'qolib ketgan 3 saptashimning ichidagi birana chopini. Uning so'ngaklar chirib, mush saqchi formasi qopdi. Bayam men uning ustiga tushib, uning so'ngaklarini ezib o'tibdi-mi? Vanxoy shundoq deb o'ksib yig'lab ketdi. Bo'ldi Vanxoy, ko'nglingni yerim qilma. Balkim boshqalar hayotni bilgil bo'lmaydi. Biz ularni cho'qim tep chiqayli. Oxirgi tasalli berishi bilan Vanxoy o'rnidan turib, qo'lchiroqni qaytadan tomga qaratdi. Shu daqiqada yerdan ancha egiz bo'lmagan o'ng tarafdagi bir o'rinning teshi ichiga qarab surilib kirib ketdi. Hammamiz bu ahvoldan jiddiylashib, keynimizga yenib, bulunga berib qarab turdik. "Chiroqni o'chiringlar." Tilamchining ovozi bilan Majong bilan Vanxoy qo'lchiroqni o'chirib o'tdi.
Hozir bo'lsa, bu uyning ichi avvalgi holatga kelib qolgan bo'lib, badanimiz deyishib turmasa, hech qaysimiz bir-birimizni farq qila olmagan holatga kelib qoldi. Oldimda ikki ko'zdan qip-qizil yurib, biz tarafga beshini bo'rishi bilan varqirab etdim. Mushuk! Qo'lchiroqni yuritala! Vanxuy bilan Majong qo'lchiroqni yuritdi. Degandek, oldimizdagi teshi ichiga surilib kirib ketgan o'rinda qora mushuk bizga qarab turibdi. Ondan miyanglab qo'yib kayni yandi. Tilamchi bizga qarab: Tez bo'layli, uni kaynida mangayli. Sizlar mushukni kaynida mangmiz atamsizlar? Sen hech nimani bilmaysan, Majong. Bu odatki mushuk emas. Diqqat qil. U so'zlaydigan bilan bizning gapimizni tushuna oladi. Tilamchi shundoq Majong qarab, mushuk kirib ekan o'ringa dumchib beshini yegib oldimizda mangdi. Menmi beshimni yegib dumchib bu 60 sant egizlikdagi kanaliga 50 sant atrofida keladigan o'rinda qiyilib ichiga mangdim. Hammamiz bu tar oraliqda qisilib, muhchib memotatdik. Axanning gapi bilan hammamiz joyimizda to'xtab qoldik. Hey, boyamqi maxluq qayerdan kirib kelgan bo'g'iydi? Uning tenining cho'nligida bunchalik oraliq petishi asla mumkin emas-ku. Oldimda mangan darvish joyida to'xtab qolgachqa, men uning usib qisilib qoldim. To'g'ri, biz boyam buni o'ylamabdik. U maxluq nerdan kirib ketgan bo'g'iydi? Buningdan boshqa bir kirish eg'iz bormi qandaq? Kendimde mevutgan Vanxuy şundaq deb Majong qardi. Darvish: Hozircha aniq birim deyilmaymiz. Tez bo'linglar, mushuk oldimizda uzrab ketdi. Agar uni yo'qotib qo'ysak, oldimizda yana qandaq maxluqlar bizni kutib turadi, bilgin olmaydi. Uning egishib ozroq bo'lsin bexatar yurib olayli. Mangayli. Meni bu tarixda o'milib mangdak halim yo'q.